puling bor, 3 ta joydan bitta joyga ishlatishing kerak. Birinchi masjid, ikkinchisi muhtoj, ya'ni ovqat yo'q, puli yo'q. Masjiddan bilasan, to'g'rat narsalarga qog'oz-qog'ozlar kerak bo'ladi. Uchinchisi oila, tam ro'zg'or bozor nimadir olib kirishing kerak. Qaysi biriga ishlatgan bo'larding? Masjidga qilasan o'rtoq. Nimaga masjid? Chunki bari ehsonda katta gap bor. Shu 3 ta narsadan eng afzali oilaga tiqilgan. Endi keltirib beraman senga. Masalan, masjid. Agar sen unga pul tashlamasang, sendan keyingi odam kelib pul tashlab ketadi. Endi bu gap bilan umuman tashlamaydi demoqchi emasman, umuman demoqchiman. Sen tashlamasang, bari kimdir pul tashlaydi, kimdir ehson ketadi. Aliyom, kimdir qiladi. Ikkinchisi, muhtoj. Nimaga muhtojga emas? Endi bu gap bilan muhtojga umuman bermaydi demoqchi emasman. Prosta muhtojga agar sen bermasang yoki muhtojga sen qilmasang, o'sha yordamni sendan keyingi odam kimdir qilib ketadi. Chunki ommaning ichida yuribdi. Masalan, endi oilaga kelamiz. Oilaga ro'zg'or yoki oilaga nimadir olib kirmasang, sen kimdir kelib tashlab ketmaydi. Yoki qachon eslaysan, qaysidir qo'shning takoy bozor qilib, tam kiyim-kiyimlar sanga yoki oilangga olib kelib tashlab ketgan. Bo'lganmi? Bo'ladimi shu voqea? Yo'q. Ko'rdingmi? Oilaga sen olib kirmasang, sendan boshqa hech kim olib kirmaydi. O'shani hisobidan oilaga qilinganligi eng to'g'ri bo'ladi. Lekin ularni ham qilmaydi demoqchi emasman. Ularni qilib tur. Prosta eng afzal bari oilaga.